Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mehribonlarim. Bitta lirik chekinish qilaylikmi? Hech kimni to'yida qilmaganman bunaqa narsani. Lirik chekinish o'zim yozgan she'r. Javob eshitdinglar. Sevgi haqida. Sevgi bor narsa, yurakka yor narsa. Yurakchi bir chimdim mehrga zor narsa. Bormi yurak sevgida? Bormi shafqat sevgida? Bormikan qani o'zi chimdim mehr sevgida? Sevgi sizga yor bo'lsin, qalbingizda bor bo'lsin, pilingiz bo'lmasa ham sizga doim zor bo'lsin deb qo'yibdi-da. Akajonlarim, mana shunaqa mehrli, oqibatli, sevgiga yetishgan qalblarni biz birlashtirish bilan ovoramiz tunu kun. Mana shu ukamiz ham mana oxiri mana niyatlariga yetib bugun to'ylarida xizmatdamizda. Endi mashinani, komfortini, boshqasini shu bolani o'zidan eshitasizlar endi. Bitta gapiraversin xursandchilik kunini. Ay ukam, xursandchilik chotki, komfortlik udar. Bemalol. Maza qilib to'ylar o'tkazsa bo'laveradi. Kayfiyatlar chog'. ilohi, uylangan odam kayfiyat chog' bo'ladi-da. Bugun eng baxtli kuningiz, bilasizmi siz? Bunaqa energetika yo'q, bunaqa haligi nima deydi? Ko'tarinki kayfiyat, bir holat bu bir marta bo'ladigan narsa-da, ishoning. Siz ham shunaqa chiroyli energetikaga boy, haligi kayfiyatingiz a'lo darajada, yuqori darajada bo'ladigan kuningizda xizmat qilamiz, Xudo xohlasa. Nasib qilgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qiling. Eshitdingiz-ku, hammasini qo'yapman-u, bolalar bugun aldayolmaydi, bugun yolg'on gapirmaydigan kunlari. Sog' bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Like banglatamiz. Sizlar uchun faqatgina xizmat qilamiz, Xudo xohlasa. Shirin kuningizda Akmaljon siz bilan birga.